Qanaqa pul? Sanlar ana jumovchkalar uchun pul to'lagansan. Bu yerda yotib qolish uchun emas. Qizlarim, xoshlaringni qondirdimi? Mani zarar ishola deyishadi. Bilmasang bilib qo'y. Hozir senga onadan so'kish ko'rsatib qo'yaman. Yo'qib tashiyman. Xullas, men nariga xonada bo'laman. 5 minut muhlat sanlarga. Suyulma. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Opa, anu qizlarni kechagi pulini berib yuborishimiz kerak. Kechagi qizlaring mendan bir tiyin ham ola olmaydi. Birinchidan, ularingni yedirsam, ichirsam, mijoz topib bersam, yana ularga uyimdan joy bersam, uyimni to'rida olib o'tirsam, ularing nima, yana mendan pul so'rar ekanmi? Aytib qo'y. Turkiyaga borganimda ularga gel olib kelganman. O'shalar bilan расчет. Ha, tushundim. Demak, mendan ham olarkansiz-da. Sabina jonim, sendan pul olmayman. Senga mendan sovg'a. Voy, rostdanmi? Axir sen klientlarni topishga yordam beryapsan-ku. Bitta o'pi, shu deganingizga bitta o'pi. Bo'ldi. Suyulma, bo'ldi. Undan ko'ra qarachi, ana qurum